Assalomu alaykum, aziz avtomobil ixlosmandlari. Bugun siz bilan birga 2025 yilgi Chevrolet Spark modelini barcha tomonlama ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinishi, ichki makoni, texnik parametrlari, xavfsizlik va qulaylik imkoniyatlari. Bu video siz uchun, ayniqsa shaharda harakatlanadigan, tejashga intilayotgan avtomobil izlayotganlar uchun foydali bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki kelgusida boshqa avtomobil sharhlari ham taqdim etiladi. Avvalo, ushbu Spark modeli an'anaviy, kichik hatchback klassi bilan emas, balki yangicha ko'rinishda, kompakt crossover shaklida taqdim etilgan. Modelning tashqi uzunligi taxminan 3996 mm, kengligi 1760 mm, balandligi esa 1726 mm bo'lib, gildiraklar oraligi 2560 mm atrofida. Bu nisbatda Spark odatdagidan biroz balandroq va kengroq bo'lib, shahar sharoitida ko'proq joy, yaxshi ko'rinish va erkin salonga ega. Tashqi dizaynda LED old chiroqlar, vertikal shakldagi orqa chiroqlar va yon eshikli yukxona klapanlari mavjud. Ichki makonda ham yangilanishlar ko'zga tashlanadi. Salonda 8 dyumli raqamli asboblar paneli va 1 dyumli multimedia ekranli tizim ishlatilgan. Shuningdek, Apple CarPlay va Android Auto kabi zamonaviy ulanish imkoniyatlari mavjud. O'rindiqlar soni 4 kishi uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, to'liq yukxonasi hajmi ham joyli, taxminan 428 litr. Qulaylik jihatidan esa to'liq ehtiyot kameralar, kalitsiz kirish, elektr haydovchi o'rindig'i kabi funksiyalar mavjud. Endi texnik jihatlariga diqqat qilaylik. Ushbu Spark modeli elektr versiya sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, old gildirakka 102 ot kuchiga teng elektromotor o'rnatilgan. Aylanish momenti esa taxminan 180 mm atrofida. Akkumulyator quvvati 42 kWh yaqin bo'lib, net yoki tilt zoruvlarda bir zaryadda taxminan 360 kmgacha yurishi mumkinligi aytilgan. Zaryadlash jihatdan ham mos, 30 dan 80 gacha to'ldirish taxminan 35 daqiqa ekanligi ta'kidlangan. Bu shahar ichida kundalik foydalanish uchun ayni muddodagi ko'rsatkich. Yana bir muhim jihati, ushbu model Xitoydagi Saitmuling hamkorligi bilan ishlab chiqilgan Bojun E+ platformasidan olingan. Benzinli va an'anaviy Spark modellarida ham bir qator texnik parametrlar keltirilgan. Masalan, 1.4 litrlik 4 silindrli dvigatel bilan jihozlangan versiyada 98 ot kuchi va 127 Nm moment mavjud. Hajmi bo'yicha uzunligi 3636 mm, kengligi 1597 mm, balandligi 1483 mm, yukxonasi hajmi taxminan 314 litrligi qayd etilgan. Bu raqamlar kichik shaharlik avtomobilga xos bo'lib, Spark odatda ixcham joylar, tor ko'chalarda qulay harakatlanish uchun yo'llanadi. Xavfsizlik va qulaylik imkoniyatlari ham e'tiborga loyiq. Sparkning ayrim bozor versiyalarida antiblokirovka tormoz tizimi ABS, ikki tarafli o'rindiqlar, orqa o'rindiqlarning 60-40 bo'linishi mavjud. Klimat nazorat, qulaylikka mo'ljallangan o'rindiqlar va multimedia tizimlari bilan jihozlangan. Shuningdek, yuqorida sanab o'tgan elektr Spark versiyasi to'liq jihozlangan va shahar sharoitida ishlashga mosda.